Assalomu alaykum hammaga. Baraka metalimizdan yana bitta kultivasiyamiz xolos tayyor bo'ldi. Ishlar mumkin 60 dan 90 gacha suriladigan razmerda. Oldiga ikkita tros tashladik, badachi yordamchi bo'lsin deb. Oldidan bitta tortadi, tepadan bitta tortadi. Ko'znoylari qo'yilgan. Ikkitadan o'sha oldingida ikkita g'ildirak. To'rttasi bor. Organlari ishlar mumkin. Plastmassa rezinkalari uni ichida. Ikkita naralniga